Ramazon oyi o'zgacha bir fazilatli oy. Oylarning sultoni deb bejiz aytilmas ekan. Nega? Alloh taolo Ramazon oyini mana shu 12 ta oy bo'ladigan bo'lsa, o'zgacha xususiyatlar bilan xoslab qo'ygan ekan. O'sha xususiyatlardan biri, eng ulug'laridan biri desak ham bo'ladi, Ramazon oyida Allohning kalomi Qur'oni Karim nozil bo'lgan ekan. Alloh o'zining kalomi bilan fazilatli qildi. Bu oyni boshqa oylardan darajasini, martabasini ko'tardi. Bu oyni fazilatini boshqa oylardan farqli o'laroq, ulkanroq, buyukroq qildi. Qur'oni Karim bilan Alloh taolo hattoki farishtalarning ichida Ruhul Amin bo'lgan zot Hazrati Jabroil alayhissalomni ham martabasini ko'tardi. Alloh taolo o'zining kalomi bilan payg'ambarlarning xatmi ko'nandasi bo'lgan zot Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ham darajat va maqomlarini ko'tarib qo'ydi. Allohning kalomi bilan Ramazon-i Sharifni fazilati ulug'lansa, Qur'oni Karim bilan Jabroil alayhissalomning martabalari ulug'lansa, Qur'oni Karim bilan Hazrati payg'ambarimiz alayhissalomning fazilatlari u zoti va barakotni darajat va maqomlari boshqa payg'ambarlardan ulug'lansa, ana endi o'sha ummat payg'ambarimiz alayhissalomning ummatini ichida Allohning kalomini qalbiga joylaganlar, uni o'qiganlar, uni tinglaganlar, unga muhabbat izhor qilib turganlarning darajati ham inshaalloh qiyomat kunida yuksak bo'lar ekan. Biz mana shuni umidida jamlandik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim o'zi nozil bo'lgan bo'lsa-da, payg'ambarimiz alayhissalom Qur'oni Karimni Ramazon oyida oyatma-oyat vahiy qilib olib kelib bergan Hazrati Jabroil alayhissalomga o'qib berar edilar. Ya'ni bir yilda bir bor o'qib berar edilar, boshidan oxirigacha. Hayotlarini oxirgi vaqtlarda 2 marotaba o'qib berganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Shundan kelib chiqib, mu'min, musulmon bandeki Hazrati payg'ambarimiz alayhissalomning ummati bo'lishlik da'vosida turgan kishiki, bir yilda bir marotaba xatm qilib qo'yishligi sunnat bo'ldi. Har bir narsaning haqqi bor ekan. Qur'oni Karimni ham bizda azizlar haqqi bor ekan. U haq nima ekan? Bir yilda bir marotaba xatm qilib qo'yishlik. Boshidan oxirigacha o'qib qo'yishlik. Qarangki, mana shunday Ramazon-i Sharifni sharofatidan, muborak Ramazon oyini barakotidan biz o'sha imkoniyatga hozir ega bo'lib turibmiz. Ramazon-i Sharifni barakotidan biz mana shunday ulug' haqni ado etishlik imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz. Ya'ni Qur'oni Karimni bizni gardanimizdagi haqqini ado etishlik imkoniyatiga bo'lib turibmiz. Sababi tarovih namozlarida qorilarimiz, ahlulloh, Allohning ahllari mihrobda turib, zam qilib tarovih namozlarida boshidan boshlab biror bir surasini qoldirmay, biror bir oyatini qoldirmay, biror bir kalimasini qoldirmay, biror bir harfini qoldirmay, biror bir zeru zabarini qoldirmay, inshaalloh bellarini mahkam bog'lab xizmatda qoil maqom turibdilar. Va buyuk bir himmat ko'rsatib, o'zlari o'qiyotgan xatm Qur'ondan hosil bo'layotgan savobni shu jamoatga taqsim bo'lishligiga rozi bo'lib turibdilar. Alloh qorilarimizni qilayotgan xizmatlariga va ko'rsatayotgan himmatlariga yarasha ajr va mukofotlarni ko'paytirib bersin.